Otamizni bir marta rahmat degani yetarli edi bizga. Otam rahmatli bir kun bozorga yurardilar, Chosi bozorlarida o'zi bozor qilib nima qilardilar. Qaytib keldilar-da, o'g'lim, bugun ikkita odam ko'rishib qoldim Chosida. Sizga ming rahmat. O'g'lingizni qo'lida o'g'lim ishlaydi. Juda yaxshi daromad oladi. Og'ir sharoitimiz og'ir edi. O sharoitdan chiqib ketdik deb ko'zida yosh bilan aytib bergan. Shundan keyin otam kelib menga buni aytdilar. Keyin o'g'lim, senda juda ko'p imkoniyatlar bor. Ko'p odamlarni og'ir sharoitdan olib chiqib ketish, yo o'zing uchun yashaysan, yoki shu imkoniyatlardan foydalanib, hozirgi berilayotgan imkoniyatlardan foydalanib ko'p ish joyi yaratasan va ko'p odamlarni vaziyatdan olib chiqib ketishga qo'lingdan kelgancha harakat qilasan. Tanlov san tarafda degan gapi gapirganlar, bu juda menga juda qattiq ta'sir qilgan. Shundan keyin qancha ko'p ish joyi ochsam, qancha ko'p odam ishlasa, demak, shuncha shu otamizni ko'chada ko'rganda rahmat der ekan. Otamizni bizga kelib bir marta o'g'lim rahmat degani, senga rahmat degani buni hech qaysi mol, mulk, pul, davlat bilan tenglashtirib bo'lmaydigan narsada Otabek aka. Shu otamizni xursand qilar ekan, onamizni xursand qilar ekan, oilamizni xursand qilar ekan deb endi ertaga katta bo'lsang, o'g'lingga, masalan, o'g'lim, qizing otangga rahmat desa birov shuning uchun deb shu menga katta turtki bo'lib, yana ish joyi, odamlarni yaratishimiz kerak, ko'paytirishimiz kerak degan nima bilan chiqdik.